Hammaga assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Barchamizga ma'lum, Nozimaning masalasi bo'yicha jurnalistik surishtiruvlarimizni olib boryapmiz, maksimal darajada harakat qilyapmiz, barcha dalillarni to'plaganmiz, xabaringiz bor, advokatlar yollangan. Bugun o'sha advokatimiz shaxsan o'zlari chiqish qiladilar va yana bugun muhim narsani eslatib o'tmoqchiman. Xabaringlar bor, bu mavzu bo'yicha nafaqat O'zbekiston, balkimda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, Rossiya va hattoki Turkiyadan ham kuzatib turishibdi. Bugun 10-aprel, ya'ni Koreyada shu Nozima bo'yicha sud med ekspertiza xulosasi bugun chiqadi. To'g'ri, bizda savollar juda ham ko'p. Mayt lekin O'zbekistonda, lekin sud med ekspertiza xulosasi aynan 10-aprelda chiqyapti. Xo'p, u albatta bugun chiqadi. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Bu narsa chiqqandan keyin albatta hammasini o'rganib, tarjima qilib, bugun aynan mana shu Detektiv Uz kanaliga joylaymiz. Bizlarni kuzatishda davom eting. 네, 그리고 우리 김노지마 씨 사건 관련해서 누르협회하고 같이 협력을 해서 일을 진행할 거고요. 이 사건 관련해서 누르협회에서 많은 도움을 주시고 또 협조도 해줄 예정입니다. 예, 그렇게 잘 해보도록 하겠습니다. Men hammasini yig'ishtirib, hali aytgan gapim. Bir chiroyli, sokin, tinch hayotda yashamoqchiman. Bu nimaga? Men o'zimni qo'limdan kelgancha odamlarga yaxshilik qildim. Mendan zo'rlari ham chiqadi. Men bundan keyin chiqadi. Men zo'r emasman, mendan zo'r insonlarga yordam beradigan odamlar chiqadi. Koreyaga osh qilib chaqirsa ham yoki sayohat uchun ham men kelmayman. Mor bo'lib bolasiga, otasi-yu onasiga, sog'inch bilan oilasiga maktub yozar musofirlar, sog'inch bilan oilasiga.